Deepika Padukone 1986-yil 5-yanvarda Daniyaning poytaxti Kopengagenda dunyoga kelgan. Deepika 11 oylik bo'lganida oilasi Hindistonning Bangalor shahriga ko'chib kelgan. Taniqli aktrisaning otasi sobiq professional badminton o'yinchisi Prakash Padukone bo'lgan. Onasi esa muvaffaqiyatli sayohat agenti edi. Deepika Padukone 5 yoshga to'lganida oilasidagi kichik vakili Anisha dunyoga kelgan. Assalomu alaykum, Maftuna TV kanaliga xush kelibsiz. Bugungi dasturimiz davomida Deepika Padukone hayoti, ijodi va hozirgi kundagi yangi filmi haqidagi bir-biridan qiziqarli ma'lumotlarni taqdim etamiz. Videoga like bosib, ekranni kattaroq qilib oling. Bugungi dasturimiz boshlandi. Yoshlik chog'larida Deepika otasi va bobosi singari badminton o'ynar edi. Ehtimol Deepika bu sport bo'yicha kelajakda muvaffaqiyatlar qozonishi mumkin edi, biroq bu yo'l aktrisani o'ziga jalb qilmasdi. Maktabni tugatganidan so'ng Deepika Indira Gandhi milliy oliygohiga kirish imtihonlarini muvaffaqiyatli topshirib, sotsiologiya yo'nalishi bo'yicha bakalavr darajasiga ko'tarildi. Hind go'zalligi yuzlarini ufurib turuvchi aktrisaning go'zalligini model agentlari payqay boshladi. Universitetning birinchi o'quv yilida Padukone Lakme moda haftaligida ishtirok etdi. Shundan so'ng u Daburlal, Lyric, Limca, Yaqin Up va shu qatorda yana bir nechta brendlarning modeliga aylandi. Mashhur kosmetika firmasi Maybelline Deepikaning go'zalligiga e'tibor qarata boshladi va u keyinchalik aynan shu kosmetik firmaga xalqaro vakil bo'ldi. Modellik olamidagi yuksaklik qizni uzoq kuttirmadi. Shunday qilib, Kingfisher yil modeli unvoniga erishishini qizdan kutishgan edi. Bir necha oydan so'ng bo'lajak aktrisa Kingfisher taqvimi uchun fotosessiyada paydo bo'ldi. Levi Straussning elchisi bo'ldi va Idea The Fashion Awards'dan yilning yangi yuzi va ayollar modeli mukofotiga sazovor bo'ldi. Osiyo go'zali aktyorlik debyutini Janubiy Hind tilida suratga olingan va mamlakatning ushbu mintaqasida mashhur bo'lgan Aishwarya filmida ishtirok etish bilan boshladi. Lekin kino sohasidagi shov-shuvga sabab bo'lgan filmi Om Shantion filmi edi. Yosh aktrisaning filmdagi partnyori mashhurlik cho'qqisini zabt etgan Bollywood yulduzi Shohruxxon bo'lgan va aktrisa filmda 70-yillarning yulduzini aks ettirishi kerak bo'lgan. Film hind tiliga yaqin bo'lgan, yana bir qancha tillarda tarqalgan. Filmda suratga tushgani uchun Deepikaning o'zining roziligi bilan haq to'lanmagan. Om Shantion filmiga taklif etilgani yosh aktrisa uchun mukofot sifatida baholanardi. Hindistonda 2007-yilda film birinchi o'rinni egalladi va yosh aktrisa eng obro'li hind film mukofotiga sazovor bo'lgan eng yaxshi ayol debyut nominatsiyasida g'olib bo'ldi. Keyinchalik Deepikaning ta'kidlashicha, uning oilasida kinoga aloqador inson umuman bo'lmagan va shu boisdan ham Padukonening o'zi Bollywoodda o'z kuchiga tayanib muvaffaqiyatga erishgan. Shu o'rinda aytib o'tish ham joizki, Deepika uchun filmda aynan Shohruxxon bilan rol o'ynash juda katta qimmatli tajriba bo'lgan. Om Shantion filmi suratga olinib bo'lganidan so'ng Deepika bir qancha filmlarni o'z namoyishi bilan bezagan. Biroq aktrisaning filmografiyasidagi har qaysi filmi ham omadli chiqqan deya olmaymiz. Misol uchun Padukonening keyingi filmlaridan biri Ey go'zallar kartinasi iliqlik bilan qabul qilingani bilan bir qatorda to'g'ridan-to'g'ri tanqid qilingan. Sevgi kecha va bugun. Deepikaning ijod taqdiriga bog'liq bo'lgan ushbu film Sevgi kecha va bugun jamoatchilik va tanqidchilar tomonidan yuqori baholangan. Aktrisa bu ajoyib roli uchun Filmfare taqdimotining eng yaxshi ayol ijrochisi nominatsiyasi mukofoti bilan taqdirlangan. 2013-yilda aktrisa Ram va Lila filmida Lila Sanders rolida paydo bo'lgan. Deepika bugungi kunga qadar kino olimpiadasini bosib olishni davom etmoqda. Aktrisa ishtirokida ko'plab filmda nufuzli Filmfare nominatsiyasiga yana bir marta nomzod qilib ko'rsatildi. Filmni suratga olish jarayonida aktrisa ko'p marta boshqa mashhur Bollywood aktyorlari bilan hamkorlik qila boshladi. Shunday qilib tasvir filmida u yana Shohruxxon bilan birgalikda rol ijro etdi. Sevgi filmida Padukone mashhur aktyor Ranveer Kapoor bilan rol ijro etdi. Aktrisa ushbu kartinasida Priyanka Chopra bilan birga sahnani bezardi. 2014-yilda aktrisa Shohruxxon bilan yana bir marta Happy New Year kartinasida suratga tushishga muvaffaq bo'ldi. Aktrisa qahramonlarning tanlovga tayyorlanishiga
yordam beradigan raqqosani ijro etardi. Ushbu kartina dunyo bo'yicha 55 million dollar to'pladi. Yorqin klip va aktrisaning tashqi ko'rinishi ommaviy axborot vositalari va bir qator tanqidchilarni jalb qildi. 2015-yilda aktrisa Amitabh Bachchan bilan filmda paydo bo'ldi. Loyihaning nomi Piku deb ataldi. Kinolentaning sharhlari ijobiy natija berdi. Kartina film ijarasida 1,5 milliard rupiy to'pladi. Deepika filmdagi roli uchun ikkinchi Filmfare mukofotiga sazovor bo'ldi. Deepikaning ikkita filmi ingliz tilida suratga tushgan aktrisalar ro'yxatida bor edi. Agar Fennini izlash ko'pchilikka hali mashhur bo'lib ulgurmagan bo'lsa, 2017-yil yanvar oyida dunyo yuzini ko'rgan va mashhurlikka erishib ulgurgan filmda bosh rollardan birini Van Diesel o'ynadi va ushbu filmda suratga tushgani Deepikaga Gollivudni ham zabt etganidan darak berdi. Aktrisa shaxsiy hayotini ko'rsatishni unchalik ham yoqtirmasa-da, rasmlarda Ranveer Kapoor bilan ishqiy munosabatda ekanligini bilish mumkin edi. Ushbu juftlik 2009-yilda ajralishgan. Mishmishlarga qaraganda bunga Ranveerning xiyonati sabab bo'lgan. Ularning farzandlari yo'q. Ba'zan matbuotda Deepikaning homiladorligi haqida ham mishmishlar tarqalib turadi. Hindistonlik go'zal ijodkorning hayoti va ijodi Instagram ijtimoiy tarmog'ida millionlab tomoshabinlar tomonidan tomosha qilinadi. U yerda ijodkor o'zining shaxsiy va ishlaydigan fotosuratlarini va videolarini baham ko'radi. Bundan tashqari aktrisa rasman tasdiqlangan Twitterni boshqaradi. Bu yerda aktrisaning yozuvlarini millionlab obunachilar kuzatadi. 2017-yilning iyunida Yaqin aloqada filmining premyerasi bo'lib o'tdi. Filmning sujetida Shiv va Sayra bir-birlariga bir qarashda ko'ngil qo'yishadi, lekin sevishganlarning hayotida uchinchi inson paydo bo'ladi. Yosh yigit Sayra o'tgan hayotida u bilan birga bo'lgani va bundan so'ng ham taqdirini u bilan bog'lashi kerakligini aytadi. Filmda asosiy rolni Deepika Padukone egallagan. Aktrisaning partnyorlari esa Rajkumar Rao, Jim Sabh, Kriti Sanon va boshqalar. 2018-yil yanvar oyida ekranlarda chop etilgan Padmavati dramasida markaziy rolni Deepika oldi. Vishal Bhartway filmi suratga olindi. Loyihada asosiy rolni Deepika Padukone egalladi. Ushbu ijodkorlardan tashqari filmda Irfan Xon, Saif Ali Xon, Nasriddin Shah va Bridge Cooperlar paydo bo'ldi. 2018-yil may oyida Deepika Padukone Cannesdagi qizil gilam ustida porladi. Aktrisa yo'lakda o'zining yorqin rangli libosi bilan ajralib turardi. Deepika Padukone bugungi kunda Patan nomli filmda bosh rolni ijro etmoqda. Uning partnyorlari Bollywood yulduzi Shohruxxon va Jon Abrahamlar. Film premyerasi kelasi yil yozga rejalashtirilgan. Hozirda filmda suratga olish ishlari Dubayda davom etmoqda. Shuning bilan bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Azizlar, Deepika Padukoneni eng mashhur qilgan filmi qaysi film deb o'ylaysiz? Javobingizni albatta izohda yozib qoldiring. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.